Toshkent shahar Sergeli tumanidagi xususiy maktabda 7-sinf o'quvchisini urgan o'qituvchi 1,5 million so'm jarimaga tortildi. Hujjatga ko'ra, A.T. joriy yilning 4-aprel kuni Sergeli tumani Sofdil mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan New First School MChJga qarashli Mudarris xususiy maktabi binosida 7-sinf o'quvchisini turli joylarga urib, tan jarohati yetkazgani sababli bolaning otasi ichki ishlar organlariga murojaat qilgan. Sudga oid tibbiy ekspertizasining joriy yil 17-apreldagi xulosasida 7-sinf o'quvchisining olgan tan jarohati yengil tan jarohatlar toifasiga kirishi ko'rsatilgan. 23-aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tumani sudida mazkur ish ko'rib chiqilgan. Unda ko'rsatma berilgan o'qituvchi 4-aprel kuni maktabda tadbir bo'lgani va unda 7-sinf o'quvchisi baland ovozda gapirgani hamda o'ziga nisbatan bepisandlik qilgani uchun uni boshidan va ko'kragidan urganini aytib, sudda yengillik so'ragan. Sud o'qituvchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 52-moddasi 2-qismida ko'rsatilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topilgan va unga nisbatan shu modda bilan bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravari, ya'ni 1,5 million so'm jarima jazosi tayinlangan.